Prostata bezi raki, ya'ni o'sha hamma biladigan yomon sifatli o'sma kasalliklari. Bugun bu mavzuni gaplashishimizni, ochiqlashimizning eng asosiy sababi hozirgi kunda bu kasallik juda ham kenglab, ya'ni juda ham ko'p bemorlarda uchramoqda. Shuning uchun biz sizlarga qayerda xatolik qilmasliklaring uchun, qayerda nimaga e'tibor qaratish kerakligi maqsadida shu videoni olishga qaror qildik. Bu videoni asosiy e'tibor qaratadigan qismlari prostata bezi o'zi nima? Qachon unda rak uchraydi? Rak uchraganda birinchi belgilar nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday simptomlar kuzatiladi? Va qachon doktorga borish kerak? Qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Hammasi haqida ochiqcha gaplashamiz. Prostata bezini eng asosiy erkaklar a'zosi deyilishining sababi bu erkaklarda jinsiy ereksiyani, ya'ni olat turishiga bog'liq, urug' kelishi, insonning ko'payishiga bog'liq bo'lgan asosiy jarayonlarda ishtirok etadi. Shuning uchun prostata bezini erkaklarning ikkinchi yuragi ham deb atashadi. Ana shu bez aynan qo'q ostki qismida joylashgan bo'lib, kichkinagina bez bo'ladi, taxminan 20-25 ml atrofidagi hajm tashkil qiladi. O'rta qismidan aynan sidik kanali o'tib ketadi, mana shunday ko'rinishda. Mana shu sidik kanalini o'rab turuvchi a'zo hisoblanadi. Bu bez yoshlarda, yigitlarda eng asosiy bajaradigan vazifasi bu urug'ning bir komponenti, ya'ni ishlab chiqarilayotgan urug' suyuqligi, ya'ni spermani bir asosiy qismi hisoblanadi. Ya'ni spermatozoidlarga sharoit yaratib berishi, harakati, oziqlanish uchun sharoit yaratib beruvchi suyuqlikni ishlab chiqaradi. Endi bu bez vaqt o'tgan sari kechadigan jarayonlari, fiziologik jarayonlarida muammolar, o'zgarishlar kelib chiqadi. Bu tekshiruvning asosiy vazifasi sizdagi prostata bezidagi to'qimalarda kechayotgan jarayonlar aynan shu yomon sifatli o'zgarishlarga olib kelgan yo'qmi? Prognoz, ya'ni taxmin qilib beradi. Shuning uchun biz doimiy ravishda Instagramda ham, Telegramda ham, Instagram, TikTok hammasida doimiy ravishda shu uqtirib kelamiz. Ey, shu tekshiruvdan o'tinglar deb. Sababi mana shu. Bizni oldimizga kelayotgan juda ko'plab prostata bezi raki bilan shu kasallikka chalingan bemorlarda eng katta xatolardan bittasi ana shunday yo'nalishlarga e'tibor qaratmagan. Natijada juda ham og'ir, hayotiga xavf soluvchi kasallikka olib kelgan va asorat bilan doim biz oldimizga kelishadi. Erta bosqichida qachonki tasodifan shu tekshiruvni biz o'z xohishimiz bilan qilgan vaqtimizda chiqib qoladi. Boshqa payt esa bemorda shikoyat boshlandimi bo'ldi, уже seriozniy narsa. Orqaga qaytmas jarayon desa ham bo'laveradi. Xo'p, mayli, prostata bezi rakini tekshirish usullari yana biroz keyinroq to'xtalib o'tamiz. Hozir bu yerda asosiy e'tibor qaratadigan narsamiz, уже bizda rak bor, belgilar berishni boshladi. Qanday belgilar kuzatilishi mumkin? Birinchisi, peshob kelishidagi o'zgarishlar, ya'ni prostatitda ham, adenomada ham, bunda ham bir xil o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bir xil simptomlar. Tez peshobga chiqadigan bo'lib qolish, yana qoldiq siydik qolib ketish hissi, siydik oqimini pasayishi. Bundan tashqari qov sohasida, ya'ni o'sha chov sohasi yoki qovuq sohasi kimlardir shunday ataydi. Ana shu qorin ostidagi sohada ba'zida simillovchi og'riqlar kuzatilishi mumkin. Va yana eng xarakterli joyi peshob rangini o'zgarishi, qonli siyish. Ya'ni sidik rangini qizarishi ham bu asosiy belgilardan hisoblanadi. Sizda agar shu kabi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, u holatda tavsiya qilaman zudlik bilan urolog shifokorga murojaat qilish kerakligini. To'g'ri, bunda prostatit bo'lib chiqishi ham mumkin bu kasallikning belgilari. Qanaqadir kalsifikat bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin, sidik kanalda tosh tiqilib qolgan bo'lishi ham mumkin yoki qo'q sohasidagi boshqa o'sma kasalliklarida ham bo'lishi mumkin. Yoki adenomada ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga oldindan to'g'ri xulosa berish uchun albatta tekshiruvlardan o'tish kerak. Xo'p, endi mana tekshiruvlarga yetib keldik. Qanday tekshiruvlar kerak? Birinchi navbatda qo'q to'la holatda UZI tekshiruvi, prostata bezini qo'q bo'shlig'ini baholash kerak. Bunda biz qo'qda yomon sifatli narsa yo'q borligiga ishonch hosil qilib olamiz birinchisi. Ikkinchisi, prostata bezi haqida tushunchaga ega bo'lamiz, taxminiy tushunchaga, ya'ni hajmi, strukturasi,
qanday holat turibdi, tarkibi, ya'ni mikrokalsinatlar bormi, yo'qmi, fibroz o'choqlar bormi, yo'qmi, kista bormi, yo'qmi yoki onkologik jarayon kuchliroq rivojlangan bo'lsa, ko'zga ko'rinadi. Va bu tekshiruvda imkon darajasida transrektal tekshirishni tavsiya qilamiz. Ya'ni transrektal UZI degan narsa bor. Ya'ni orqa peshob orqali maxsus datchik bilan ko'rish. Bu bizga bundan-da, ya'ni oddiy qoringa qo'yadigan datchikdan ko'ra ko'proq ma'lumot beradi. Bu muhim. Ikkinchi narsa qondan tekshiriladigan o'sha aynan PSA tekshiruvi, prostata spesifik antigen. Buni ko'rsatkichlari normada 2 dan 4 gacha bo'lgan referensda bo'lsa, adenomaga xos o'zgarish bo'ladi. 2 dan kam bo'lsa, sog'lom prostata uchun xos bo'lgan o'zgarishlar bo'ladi. Agarda 4 dan baland chiqadigan bo'lsa, holatda prostata bezi rakiga ham ma'lum darajada shubha bo'ladi. Lekin eng asosiy joyi prostata bezini transrektal UZI yoki palpatsiyasidan oldin qilinadi bu tekshiruv. Agarda prostata bezini transrektal UZI qilib yoki rektalni massaj qilib turib keyin qon topshirilsa, bu albatta baland chiqadi. Bu noto'g'ri bo'lib qoladi. Shuning uchun birinchi PSA tekshiruvi, keyin qolgan aytgan tekshiruvlarni qilish ham ma'qulroq. Undan tashqari peshob tahlili ko'riladi va zarurat bo'lganda MRT, ya'ni tomografiya qilish kerak bo'ladi prostata bezini. Ana shu tekshiruvlar, ya'ni instrumental hamda laborator tekshiruvlarni hisobga olib turib, birlamchi xulosa paydo bo'ladi. Agar shunda prostata bezi rakiga shubha baland bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapsizlar, mana shunda ham shubha hali aniq kasallik haqida tashxis emas. Tashxis qachon qo'yiladi? Mana shu shubhalar aniqlashgandan keyin biz prostata bezi biopsiyasi degan tekshiruvni buyuramiz. Bu amaliyot deb ko'rsak ham bo'ladi. Aynan o'sha transrektal datchik bilan prostata bezi bundoq zonada bo'lsa, 12 ta, eng kamida 12 ta nuqtadan material olinadi. Maxsus pistolet bo'ladi, shu orqali to'qimadan yulib oladi, kichkina mikro zarrachalardan yulib oladi va shuni turli xil zonalaridan olib turib, ana shuni gistologik tekshiruv qilinadi. Va mana shu chiqqan tahlil haqiqiy tashxisni ko'rsatadi. Agar tarkibda rak hujayralar aniqlansa, prostata bezi raki tashxisi qo'yiladi va shunga qarab turib davo chorasi belgilanadi. Agarda hech qanday prostata bezida rakka xos bo'lgan o'zgarish chiqmasa, u holatda bemor sog'lom deyishga shoshilmaydi va 6 oy dinamik kuzatuvga qo'yiladi. 6 oy vaqt mobaynida haligi ko'rsatkichlar nazorat qilib turiladi va shunga qarab turib sog'lom yoki sog'lom emasligiga ishonch hosil qilinadi. Ko'ryapsizlarmi, qancha yo'l murakkab. Sizlar bu narsaga bee'tiborsizlar. Boshqacha aytganda, ayrim bemorlar mana shu narsaga bee'tiborlik qilib, peshob sidik rangi qizarsa ham ba'zida e'tibor qaratmaydi, qo'l sohasida og'riq bo'lsa ham e'tibor qaratmaydi, peshob kelishida muammolar kuzatilsa ham e'tibor qaratmaydi va natijada mana shunday murakkab prostata bezi rakiga xos bo'lgan o'zgarishlarga olib kelib qo'yadi. Bu kasallik xo'p aniqlandi. Uni davosi qanday bo'ladi? Katta ehtimol bilan radikal yechim qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni prostata bezidagi bu muammo boshqa a'zolarga, ya'ni hayotiy muhim bo'lgan a'zolarga tarqamaganligi ishonch hosil qilinadi hamda bu a'zoni to'liqligicha olib tashlash chorasi ko'riladi. Ana shu yordamida bemor hattoki o'limdan tibbiyot nuqtai nazaridan qutulib qolishligi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda butun dunyoda robotlar yordamida yoki laparoskopik yo'llar bilan prostata bezini to'liq olib tashlash usullari mavjud va u usullar bizda ham qilinadi. Endi yana bitta muhim joyi bu prostata bezida bu kabi umuman o'zgarishlar, ya'ni yallig'lanish jarayonlari, adenoma yoki rak yoki boshqa shunga o'xshash kasalliklar yuzaga kelmasligi uchun nimalarga uy sharoitida e'tibor qaratish kerak? Muhim joylardan bittasi, ya'ni profilaktika. Birinchi navbatda regular jinsiy aloqa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bu degani nima? Misol doim har kun emas. Kimlardir bir haftada 3 marta, kimlardir 2 marta, kimlardir 1 marta, kimlardir 4 marta, kimlardir har kuni aloqa qilsin. Faqat oradagi tanaffus uzoq bo'lmasin. Misol aloqa qilib kelib, birdan to'xtab qoldi, yana
bir oy tanaffusdan keyin yana aloqa qilib. Unaqa bo'lmaydi. Imkon darajasida mana shu narsani oldini olishga qaratinglar. Ikkinchisi, zararli odatlar. Chekish, ichkiliklar, spirtli ichimliklar bu eng katta rakka olib keluvchi sabablar hisoblanadi. Siydik qopa rakida birinchi o'rinda sababchi turadi chekish masalasi. Shuning uchun har doim bizga rak bilan kelganda so'raymiz. Chekmaysizmi deganimizda aksariyati javob beradi, bir kunda bitta pachka kamida chekaman degan javobni beradi. Shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Ya'ni chekuvchilarga tegishli bu narsa, ana shu kasalliklarga e'tibor qaratinglar. Shuning uchun tavsiya qilmaymiz chekishda. Spirtli ichimliklarda aytib o'tdim. Сидячий образ жизни deydi, ya'ni o'tiroq hayot. Ya'ni kimlardir kasb sababli, kimlardir umuman boshqa sababdan doimiy ravishda o'tirib ish qiladi yoki o'tirib harakatsiz hayot tarzini tanlagan bo'ladi. Bunday holatda ham kichik chanoq a'zolarida qon aylanishi pasayadi va zastoyniy proseslar kelib chiqadi, yuzaga keladi. Bu ham ma'lum darajada faktor bo'lishligi mumkin. Eng muhimlaridan bittasi bu turli xil bo'yoqlar, turli xil pestitsidlar, gerbitsidlar bo'ladi. Mana turli xil dehqonchilik bilan shug'ullanadigan yoki har xil ximiyaviy moddalar bilan ishlaydigan yoki kraskalar bilan ishlaydigan yoki aynan bitta zavodlarda, sexlarda ishlaydigan odamlar bo'ladi. Bularga ham aynan mana shu moddalar, krasitsillar, turli xil zararli moddalar toksik ta'siri natijasida ham prostata bezida rak rivojlanishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir inson hayoti davomida men sanab o'tgan ana shu zararli odatlar, zararli moddalardan uzoqroqda bo'lishligi kerak. Spirtli ichimliklarni chekishni tashlash kerak kimda bo'lsa imkon darajasida. Uchinchi, doimiy ravishda harakat, aktiv hayotga o'tish kerak. Uylanganlar bo'lsa regular jinsiy aloqani iloji boricha ushlab qolishga harakat qilish kerak. Va yana bir muhim narsa, seyish bilan bog'liq yoki shu kichik chanoq a'zolarida turli xil kasalliklarga shubha paydo bo'lganda, o'zgarishlar bo'lganda, albatta urolog shifokorga borib murojaat qilishni tavsiya qilamiz. Mana shu narsalarga e'tibor qaratsanglar, hammasi joy-joyida bo'ladi, hammasi o'z vaqtida bo'ladi va sizlar kelajakda tibbiyot nuqtai nazaridan bo'lishi mumkin bo'lgan hayotinglar uchun zarar keltiradigan, xavf soladigan kasalliklarni o'zinglar ma'lum darajada oldini olgan bo'lasizlar. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Men yana bitta shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agarda 50 yoshdan oshgan bemorlar, erkaklar kuzatayotgan bo'lsa, oranglarda ya'ni seyish bilan bog'liq muammosi borlar. Biz yopiq kanal tashkil qilganmiz. U yerda sizlar to'liq bu borada, adenoma borasida, rak borasida, nima ishlar qilinayotgani, implant borasida, ya'ni kimlardadir jinsiy olat ishlamay qoladi. Bu borada ham nima ishlar qilayotganini o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rasizlar, aniq-tiniq tushunchaga ega bo'lasizlar. O'tib ko'rsanglar bo'ladi, yopiq kanal faqat zapros bilan bo'ladi, ya'ni sizlar u yerga zapros yuborasizlar qo'shilish uchun. Biz uni tasdiqlaganimizdan keyin u yerdagi hamma manbani sizlar ochib ko'rishinglar mumkin. Kimdir qiziqqan bo'lsa, marhamat qilamiz, silka qoldiramiz, shu yerdan ko'rib olishi mumkin. Navbatdagi YouTube'dagi qo'yadigan istoriyalarimizni, videolarimizni kuzatib borsanglar, sizlar uchun juda ham foydali bo'lgan, uncha-muncha joyda aytilmaydigan ma'lumotlarni berib boramiz. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.